Bugun men 13-qishloqda juda g'alati narsani sezdim. Oxirgi 3 kundan beri odamlar yo'qolib qolyapti va kechasi kimdir yuribdi. Bu joy oddiy qishloq edi. Hamma tinch yashardi, lekin kechasi qo'shnim yo'qolib qoldi. Bu kim ekan deb o'ylaysiz? Davomini video davomida ko'rib olasiz. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani unda videoni boshladik. Yo, sen kimsan bu yerdan? Yo'qol, kimsan bu yerdan? Chiqishim kerak, uydan chiqishim kerak. Yo, bunachilar bu kim? Balakat qochdim men. Qoch, yaqinlashma menga. Yo, eshik yopish kerak, qani. Yo, hozir kiradi u, balakat. Yo, onasini emsa, nima bu? Yo. Bu bilachilar yomon qo'rqyapman. Qoch manyak, menga tegma. Nima istayapsan mendan sen? Menga tegma, qoch manyak. Menga tegma. Yo. Sen nimaga bu yerga qarayapsan? Meni ko'rdingmi, manyak? Obunachilar, keyingi qismini chiqish uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bu oddiygina manyak serialdan birgina parcha edi. Xo'p, hammaga xayr, sizlar bilan men Sochon bo'ldim. Bugungi video birinchi qismi o'z qo'yasiga yetdi. Agarda keyingi qismini xohlasangiz, videoga shunchaki like bosing va obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yishsin. Hammaga xayr.